Bugun mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimi yangi bosqichga qadam qo'ymoqda. Eng muhim yo'nalishlardan biri aholiga nafaqa va pensiya to'lovlarini zamonaviy, xavfsiz hamda adolatli usulda yetkazishdir. Bu borada raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Yangi tizim fuqarolar uchun nafaqat qulaylik yaratadi, balki to'lovlarning shaffofligini ta'minlab, noqonuniy operatsiyalarning oldini olishga xizmat qiladi. Shu bilan birga biometrik ma'lumotlar asosida amalga oshirilayotgan to'lovlar inson omilini keskin kamaytirar ekan, davlat xizmatlarining ishonchliligi va samaradorligini yanada oshirmoqda. Navbatdagi lavhada ana shu yangicha yondashuvning amaldagi natijalari, fuqarolar uchun yaratilgan imkoniyatlar hamda tizimdagi raqamlashtirish jarayonlari haqida so'z boradi. Bobom uchun, buvim uchun, dadam yoki oyim uchun. Endi bu gaplardan foyda yo'q. Agarda yuqorida keltirilgan insonlaringiz o'rniga pensiya pullarini olishga borgan bo'lsangiz, negaki tilingizga allaqachon o'rnashib ulgurgan Face ID so'zi endi ushbu jarayonda ham bor va naqd pul ko'rinishidagi barcha pensiyalar fuqarolarning shaxsan o'ziga Face ID tizimidan o'tkazilgan holatda topshiriladi. Bu nima uchun kerak? Bu fuqarolarga mablag'lar yetib borishni nazorat qilish maqsadida. Shunaqa holatlar uchragan, demak, fuqaroni o'zi emas, ularning nevarasi yoki kelini yoki uydagi boshqa yaqin qarindoshlari demak, naqd pul shaklidagi mablag'larni olishgan. Undan keyin har xil nizolar kelib chiqqan vaziyatlar bo'lgan. Shunaqangi holatlarni oldini olish maqsadida, demak, ushbu tizim amaliyotga joriy etildi. Masalaning yana bir jihatiga e'tibor qaratilsa, avvallari amaliyotda pensiya oluvchi fuqaro nomidan yaqin qarindoshlari yoki boshqa bir shaxslar pullarni qabul qilavergan. Bu esa ko'plab nizoli vaziyatlarga sabab bo'lgan. Undan-da achinarlirog'i esa allaqachon dunyoni tark etib bo'lgan marhum uchun to'lanib borgan pullar. Tatbiq etilayotgan usul ana shunday holatlarga duch kelmaslik uchun ham kerak. Oldin juda ko'p holatlar bo'lgan. Buning sababi fuqarolar vafot etgandan keyin ularga o'lim haqidagi guvohnomalar qidiyor bo'limlari tomonidan berilgan. Ushbu jarayon hozir to'liq avtomatlashtirilgan. Ya'ni fuqaroni vafot etganlik faktini belgilovchi tashkilot bu birinchi bo'lib tuman, shahar poliklinikalar bo'ladi. Ular tomonidan fuqaroning vafot etganlik fakti belgilangandan so'ng ushbu ma'lumotlar Adliya vazirligining axborot tizimiga elektron shaklda kelib tushadi. Jumladan pensiya jonasi ma'lumotlari kelib tushgandan keyin ularning pensiyalari avtomatik tarzda to'xtatiladi. Yana bir muhim eslatma, naqd pul shaklidagi pensiyalarni kassaga borib olishga imkoniyati bo'lmaganlar uchun sayyor kassalar fuqarolarning yashash joyiga borib Face ID tizimidan o'tkazgan holatda topshiradi. Yangi tizim orqali bank tomonidan yo'lga qo'yiladigan xatoliklar, to'lov jarayonidagi nosozliklar, anglashilmovchilik sabab qabul qilinmagan summalar uchun to'landi degan hisobotlar bo'lmaydi. Amaliyotlarning hammasi onlayn tizim orqali belgilangan tartib asosida amalga oshiriladi. Bu kun Ruxshona Habibullayeva, Shukurullo Qo'chqorov, Toshkent.